Seni darding pul-a? Qanaqa pul? Bu senga bo'lgan sevgimni isboti. Sevgini shunaqa qilib isbotlaylam. Ha, unda qanaqa qilib isbotlaydi? Mana qarang, как раз bilganay cho'ntak do'st do'koni o'zini cho'ntak bop 50% mega skidkalarni e'lon qildi. 300 minglik ona bola blenderimiz skidkada 170 ming so'm. Masalan, mana shunaqa qilib sevgingizni isbotlasangiz ham bo'ladi degani. Buningiz nech pul edi? 400 minggacha sotilgan sok apparatimiz 255 ming so'm. Mana shunaqa qilib isbotlasangiz ham bo'ladi. 90 ming so'm. 190 ming so'm. 80 ming so'm. 37 ming so'm. Shular bilan ham isbotlasangiz bo'ladi. Original tovar bilan original sevgi isbot bo'ladi. Do'koni yarmi parfyumeriya ham ekan. Qarang, mana shular bilan ham isbotlasangiz bo'lar ekan. Aka sevgisini isbotlashga bular ham qachongacha ulgursa bo'ladi? 10-martgacha bemalol isbotlasangiz bo'ladi. Mana dadasi, qarang, shuncha narsa sevgisini isbotlashga qarab turibdi. Yo xotin, men seni bunchalik seva olmas ekanman. Uzr. Hech bo'lmasa sizlar ulgurib qolingizlar.